Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada sizi qadiyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün bir 2 günlük vaziyet şu topluluşunu. Leksiya qilib vatandaşlarga topshirishni loyiq topdik. Birinchi mavzumunda Amerika Rossiyani qurshovga ilib bo'lgandan keyin endi Jungoni qurshovga ilishga boshladi. Mavzuli xabar 2 ayning 15-kuni Vanvi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya sun'iy hamrotori yaqinda xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Ravlov Rossiya birinchi televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilgandi mundaq ko'rsatdi. Amerikaning raketa qarishtirish sistemasi go'yo degandek her tarafdan Rossiyani qurshovga oldi. Qurshovga elishdi endi Jungoga qaratdi. Ravlov mundaq ko'rsatdi. Umumiy jihatdan aytganda Chavshan yadro qurollar masalasini bahona sabab qilib Amerika dal hozir Koreya, Yaponiyada raketaga qarshi raketa sistemasi o'rinlashtiryapti. Uning ustiga Yevropaga o'rinlashtirib bo'ldi. Amerikaning yer shari xarakterli qarshi raketa sistemasi sen diqqat bilan qarasanglar xaritadan ko'rib ola olaysiz. Atay shundoq qildimi bilgili bo'lmaydi. Rossiya Federatsiyasi go'yo degandek her tarafdan qurshovga ilindi. Belki hozir Amerika arqadilla Jungoni qurshovga ilishni boshladi. Biz ularning bu ishni davomlashtirishini umid qilmaymiz. Suhbatlashishimiz kerak, dedi Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Ravlov efendi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi bundan burun xabar tarqatib mundaq ko'rsatdi. Rossiya bilan Amerika o'rtasida raketaga qarshi raketa bilan qo'g'donishga munosabatlik masalalar barg'ansiri real ahamiyatga ega bo'lib qoldi. İki taraf amaliy suhbat elib berishimiz lozim. Mutaxassislar. Yana bir mavzu vatandaşı. Amerika bilan Jungo urush qilsa, Jungo cho'qon mag'lub bo'ladi, dedi mavzuli xabar. 2 ayning 18-kuni Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikada ta'siri bor bir nafar strategik tadqiqotchi professor mundaq ko'rsatdi. Gerçi Jungo dunyo bo'yicha bir qism eng ilg'or qurol-yarog'lar bilan qurollangan bo'lsa-mu, agar Amerika bilan Jungo o'rtasida urush bo'ladigan bo'lsa, Jungo hargiz g'alaba qila olmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida nashr qilinadigan Davlat manfaat jurnali haftaning 5-kuni juma kuni Tor betida Amerika bilan Jungo urush qilsa, nemishqa Jungo mag'lub bo'ladi mavzuli bir parcha maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Jungo harbiy qurol-yarog'lar bilan qurollanish masalasida mag'lub bo'lmaydi. Belki yumshoq masalalarda mag'lub bo'ladi. Bu maqolaning avtori bu jurnalning ijroiya tahriri Katyanis mundaq ko'rsatdi. Gerçi Jungoning harbiy kuchi o'sgan bo'lsa-mu, lekin avtor mundaq gumonlandi. Jungo urush jarayonida bu harbiy qurol-yarog'larni unumli ishlatolmadi yo'q. Avtor Jungo armiyasining sapasidan, cheniqishidan gumonlandi. Katyani 2012-yili elib berilgan bir qatimda harbiy mashqni misol keltirib, mundaq ko'rsatdi.
Azatlık armiyanın bir kısım stratejik kısımları yer astı bomba pana üyede 15 günlük əmeli ok etişiyle meşk kılganda berdaşlık bir elmedi. Ruhsa sorap taşkara çıkıp kala okey oyununu oynaşka kızıktı. Yok rehberlik bosu ulanın nakşı usul ümeklerini teklif kılıp bu herbilerinin al soraç bağrısı da ulanın oyun tamaşa kılış ruhsat kıl. Ameliyatı yer alsa da elip berilatkan herbi mal oldu. Tahrikat yanis yanımında görset yer alsız digen delik bombadan panahlanış öyleri bağ var. Mesela 1969 yılı Rusya cüngü tecavüz kılman diye vakti Mao'dan Hunenge, Libya'nı Hunenge muşindak taksim kılıp her bir yerde atom, yadro kurallardan müdafaa görüş. İstikamları, yer asya öyleri. Yani benim şundak yerlerde elip berilatkan manevri boz gerek vatandaşım. Tahrikat yanis yanımında görset. Garip devletler hatta Tayvan'ı seliştirganda Cungo kesipleşken armiya yok. Garip devletlerge hatta Tayvan'ı seliştirganda mı Cungo'da kesipleşken armiya yok. Cungo'nun armiyası bu partiye armiyasıdır. Yani Dang Wijun. Bu Dang Wijun degen Germaniyanın Gestapo'suga doğru gelir. Ofisirlerin hemisi partiye azası. Her bir batalyonda, her bir batalyon birden partiye grupsu kurulgan. Şuna barlık komandallıkı münasebetlik siyaset belgileşlerde hemisi siyaset bilen belgilendi. Her bir işte kemden kem uçuraydı. Partiyenin kararı bile iş gördü bu partiye teşkilatları her bir batalyonda. Lakin her bir işler kemden kem uçuraydı. Katyanes burum makali yazıp Amerika Cumhuriyeti oturuş derbi işlerde hata hüküm kılıp keliştin hatırı köyün sayın örülmektedir. Amerika Cumhuriyeti oturuşu da cümleden iktisat, soğuda Tayvan meselesi Katarlık meselelerini öz işi algan 5-6 türlük yoşuron belki iki taraf iki devlet münasebetiga zayim zahmet ve zor ziyan yetkizileydigan qiziq to'qinish noktaları var. Deydi. Amerika bilan Cumhuriyeti oturuşda 5-6 türlük yoşuron belki iki taraf iki devlet münasebetiga zayim zahmet ve zarar yetkizileydigan to'qinish qiziq noktaları var. Amerika avazı məxsusda yazıcı Xeçinliyan xanım aynı çağda Cungo armiyası nime degendi? Fakat yotkan katlaşını öğrenediğin armiya degen. Cungo'nun dağdarma tapak göre Lushin Efendi nime degendi? Cungo'da bin Guangsha Laobaishin. Cungo'nun askerleri fakat pralanını öldüreliydi degen. Hazır bundan qaraganda neme deydi yuqorqi davlat manfaati degan jurnalda Amerikadan e'lon qilingan maqola qaraganda Katyanes Efendi deydi. Cungo armiyasi urushga yaramaydi demakchi. Urushga yaramaydi chunki bu armiya partiyaning armiyasidir. Shunga Amerika Cungo o'rtasida urush portlaydigan bo'lsa, Cungo cho'qon mag'lub bo'ladi.